Assalomu alaykum. Men O'zbekistondagi Nortec kompaniyasini asoschilaridan biriman. Nortec kompaniyasining asosiy faoliyati polistirol betondan qurilish materiallarini ishlab chiqarishdir. Bu yerda siz polistirol betondan tayyorlangan mahsulotlar assortimentini ko'rishingiz mumkin. Va endi men polistirol betonning mustahkamligini va uning plastik deformatsiyasini ham namoyish qilmoqchiman. Buning uchun men polistirol beton devorining bir qismini ishlatmoqchiman. Bu monolit sifatida quyilgan o'rta zichligi D500 markali polistirol beton. Biz anker murvatlarini, ya'ni boltlarni hamda 10 cm, 8 cm va 6 cm uzunlikdagi dubellarni shu polistirol beton devor qismiga o'rnatdik. Bu yerda biz qoplarni tayyorladik. Har bir qop 25 kilo og'irlikdan iborat. Ushbu qoplarni taroziga qo'yganimizda ularning og'irligini qancha ekanligini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana o'zingiz ko'rdingizki, bu yerda bizda 25 kilo va 50 kiloli qoplar. Va men shu 25 kiloli va 50 kiloli qoplarni anker va dubelga vertikal yuk og'irligini osganda, ular o'zini qanday tutishini ko'rsatmoqchiman. Bu yerda biz hozir ankerga va dubelga 25 kiloli qop yukini va 50 kiloli qop yukini osdik. Bu yerda ankerning uzunligi 10 cm, bu yerda esa dubelning uzunligi 8 cm. Biz bu yuk vaznini murvatlarda 30 daqiqadan ko'proq ushlab turdik va endi ma'lum bo'lishicha, ular xuddi shunday, ya'ni har bir bolt qanday holatda boshidan bo'lgan bo'lsa, ular shu holatda turibdi va hatto egilib chetini ezgani ham yo'q. Biz yana bir kun, balki butun bir hafta ushlab turamiz. Ushbu davrdan keyin ular qanday holatga kelganligini ko'ramiz. Ya'ni anker bolti egildimi, og'irlik tufayli atrofini ezib o'tirdimi yoki o'tirmadimi? Mana shuni aniqlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda polistirol betonning yuzasida suvoq urilgani yo'q. Va biz eng oxirida ko'rinishini namoyish qilamiz. Endi esa men D500 o'rta zichlikdagi polistirol betonning plastik deformatsiyasini namoyish qilmoqchiman. Men pardevorga ishlatiladigan, ya'ni xonani bo'lishga ishlatiladigan blokni oldim va uni bor kuchim bilan shu bolg'a bilan urmoqchiman. Va mana, ko'ryapsizmi? Hech qanday dars ketgani yo'q va hattoki ezilgani deyarli minimal. Endi men bu blokni olib, uni balandlikka ilohtirib yuboraman. Ko'rib turganingizdek, faqat zarba yegan joyi deformatsiyalangan. Ammo butun blok yaxlit bir xil bo'lib qoldi va parchalanib, bo'linib ketmadi. Va butun blok bo'ylab darslar yo'q. Siz buni aniq ko'rishingiz mumkin. Mana endi ma'lum bir vaqt o'tdi. Ko'rib turganingizdek, shu bir oy ichida bu yerda yomg'ir yog'ib o'tdi. Shuning uchun bu qoplar nam bo'lib qoldi. Mayli. Ular biz uchun sinov xarajatiga kirib ketadi. Xo'sh, har qanday holatda biz anker boltlari yuk bilan o'zini qanday uzoq muddatda tutar ekan deb alohida ishonch hosil qilishni xohladik. Va mana bu bolt va bu shurup osib qo'yilgan yukni og'irligida hech o'zgarmadi. Ular hattoki atrofini ezishmadi. Hech narsa o'zgarmadi. Videoni suratga olganimizda ular boshida qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'lib turibdi. Bundan xulosa qilib, 500 markagacha zichlikda bo'lgan polistirol beton vertikal yuklarga juda yaxshi bardosh bera olishini isbotladi. Ammo keyingi videolarda biz buni to'g'ridan to'g'ri o'lchash asboblari bilan amalga oshiramiz. Ular boltni va shurupni polistirol beton tanasidan yurib chiqarilish kuchini va vertikal yukni og'irligini aniq ko'rsatadi.